Nima uchun koreys va yapon ayollari plastik operatsiya qildirsa ham va qildirmasa ham chiroyli va yosh bo'ladi? Buni sababini video davomida bilib olasiz. Birinchisi, bu ovqatlanish madaniyati Yaponiya va Koreyada juda ham kuchli hisoblanadi. Ya'ni ular dengiz mahsulotlari, har xil baliq mahsulotlari, ko'katlar, meva-chevalarni muntazam iste'mol qilishadi. Bizda esa osh-bosh somsa va bir qancha ovqatlarni yeymiz, bular juda xolesteringa boy va semirishga olib keladi. Dengiz mahsulot tarkibida esa bular omega 3, antioksidantlar va kollagenga juda ham boy bo'ladi va terini nam va chiroyli ushlab turadi. Ikkinchisi, ular quyosh nuridan juda yaxshi himoyalanishadi. Ya'ni O'zbekistondagi koreys ayollar e'tibor bergan bo'lsangiz, ular doim zontik yoki shlapa bo'ladi. Chunki quyosh nuri teridagi kollagenni yemiradi va terini qaraytirib, ajin tushishiga olib keladi. Uchinchisi, bu ularda terini parvarish qilish otadi. Ya'ni ular yoshligidan boshlab SPF kremlardan foydalanadi va terini nam saqlab qarishni oldini oladi. Ular kosmetikadan ko'ra profilaktikani yaxshi ko'rishadi. To'rtinchisi, bu juda ham muhim, ular sog'lom turmush tarziga amal qiladi. Ya'ni kam stress, ish bilan dam olish balansini saqlaydi. Harakat va yurish mashqlar muntazam, ular sport bilan shug'ullanadi va ortiqcha vazn olmaydi. Bizda esa mutlaqo teskari. Ya'ni biz sog'lom turmush tarziga umuman rioya qilmaymiz. Ovqatlanamiz, yotib uxlaymiz. Bu semirishga olib keladi. Kam harakatimiz. Bu esa yuzda ajinlar tushib, qarishga olib keladi. Bunday foydali ma'lumotlarni yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying va xatolikdan oldini oling.